Alaykum assalom. Bu hayotga tayyormisiz? Nisbatan emas, nisbiy tayyorman. Tayyor. Nisbiy. Qayerdan bo'lasiz? Toshkent shahridan. Joningiz sog' bo'lsin. Birinchi savolim. Kim uchun yashash kerak? Turmush o'rtog'ingiz uchunmi yo farzandli uchunmi? Nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, o'sha turmush o'rtog'ingiz uchun yashash uchun ham, farzand uchun yashash uchun ham avvalambor o'zingiz yashashingiz kerak. Odamni o'zi bo'lish kerak oldin. Avvalambor o'zimiz bo'lishimiz kerak. Mehr ham o'zimizda avvalambor, aql ham o'zimizda, hamma narsa o'zimizda bo'lishi kerak. Ana o'shanda turmush o'rtog'imizga ham, bolalarimizga ham, kasbdoshlarimizga ham, vatandoshlarimizga ham yetib beramiz. Ming rahmat, o'zi bu kasbimga taalluqli savolli bo'lgani uchungina balki shunaqa javob berayotgandirman, lekin o'zim amalda ham shularga amal qilishga harakat qilaman. Endi qarang, hozir men savol berayotgan sababim ko'plar farzandli uchun yashab chet elga borib ishlab kelyapti-da, otalar, onalar farzandlar bilan qolyapti. Bunga qanaqa qaraysiz? To'g'rimi deb Bilasizmi, bilasizmi? ming rahmat sizni savolingizga. Men juda ham ko'p yil o'sha muammolar bilan ishlagan odamman va minglab odamlar muammosini tahlil qilganimda bir narsani ko'rdim. 4 ta maktab ochishimiz kerak ekan dedim va ularning bittasi ota-onalar maktabi degandim. Va chunki nima uchun? Mana farzand uchun yashayman deganda chet elga borib moddiy qadriyat topib kelinar. Deylik, qanaqadir o'sha imkoniyatlar nimalardir bo'lar. Lekin o'sha har bir bolani o'zini oladigan qanaqadir hissiyoti bo'lishi kerak. O'sha onaniki boshini silab qo'yishi, kechqurun otani horma deyishi, deylik, o'sha qanaqadir bu narsalar keyin o'zini yoshida, davrida nimalardir beradi. O'rganadigan narsamiz bor. O'z 4 ta qadriyatimiz bor: moddiy, ijtimoiy, ilm va ma'naviy. O'shani hammasini har doim bola eng birinchi o'qituvchi ota-ona. Shuning uchun hech qanaqa pul, hech qanaqa mashinalar, hech qanaqa tillarla ishlab kelinadigan bu narsani o'rnini bosa olmaydi. Chunki keyin qancha kech bo'ldi deb kelgan ota-onalarni ko'z yoshini ko'rganman va qancha to'ymaganman degan bolalarni ko'z yoshini ko'rganman. Ishonmaysiz. Ishonmaysiz. Shuning uchun hammasi o'z davrida bo'lsin. O'zimizni yurtimizda ham pul topiladi, hamma narsa topiladi. Chunki bilasizmi, doim hayot ming rahmat rahbariyat qilib beradi. Odam o'zi ko'rishni bilish kerak, odam o'zi terib olishni bilish kerak, rahmat deyishni bilish kerak, shukr qilishni bilish kerak. Hayot yana beraveradi. Xoh qaysi fandan qaramasangiz, falsafada ham rivojlanish bu baribir ham kengayaveradi. Biz tushunamiz, aqlimiz kiradi, kengayamiz, to'g'ri yashaymiz. Bolalarning birinchi maktabi bu oila maktabi, ota-onalar maktabi. Hech qanaqa pul unga ishonmaysiz. Erkak kishining qaysi xislatlari hozir kamayib ketyapti? Nima deb o'ylaysiz? Rahmat bunga ham, bu savolingizga ham. Endi bilasizmi, har qanaqa odam haqida gapirganda uni o'zining qonun qoidalari bor. Bizning hammamizda ham tug'ma qanaqadir sifatlar bor, orttirilgan sifatlar bor. Ya'ni haligi xarakter deymiz-ku, orttirilgan. Tug'ma narsalarga ham 4 ta narsa kiradi va ularda deylik, uni biz unga ta'sir qila olmaymiz. Biz uni faqat korreksiya qila olamiz. Bu o'sha jins psixologiyasi degan narsa bor va o'sha deylik, agar aynan shu haqda ham gapiradigan bo'lsak, o'sha jins psixologiyasida ham ayol kishida ko'proq his tuyg'u bo'lsa, erkak kishida o'sha qanaqadir nima deydi, ustuvchilik degan narsa bor. O'sha aql programmasi, turib bera olish programmasi, qanaqadir qiyin paytlarda ayol kishi his tuyg'usi bilan yordam bersa, erkak kishi o'zini o'sha hammasi yaxshi bo'ladi deya olishi bilan va ishonchlari bilan yordam bera olish kerak. Va undan tashqari yana har xil modellar bor, milliy modellar bor. Erkak kishi men o'ylaymanki, avvalambor o'sha yo'l ko'rsatib, kerak paytda aql bo'la oladigan, kerak paytda yelka bo'lib bera olish kerak, kerak paytda o'sha yur deb olib ketadigan qo'l bo'lish kerak, kerak paytda o'sha yig'latib o'sha ko'z yoshini arta oladigan bo'lish kerak. Bugungi kunda bilasizmi, ko'p narsa moddiy narsaga intilib ketgani uchun erkaklarimizga ham oson emas, ular pul topish harakatida, boshqa harakatida va tarozi ozgina buzilgani, charchab kelgandan keyin erkak kishi o'sha ozgina bosh silashga kuchi yetmay qolishi mumkin. Mehr baribir ham kerak. Bilasizmi, odamlar bu dunyoni asosiy bir nechta kanali bilan qabul qiladi. O'shani birinchisi hissiyot. Baribir ham hissiyotni ham to'ydirishimiz kerak. Undan keyingi bir nechta sekundda bizda aql ishlashni boshlaydi. Undan keyin shaxsimiz, fe'limiz ishlaydi va undan keyin boshqa har xil uslublar. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha kuchli odam, beradigan odam o'sha baribir ham o'sha kerak paytda hissiyotini ham bera olish kerak, kerak paytda aqlini ham bera olish kerak, kerak paytda yelkasini ham tutib bera olish kerak. Shu narsalardan bilmayman, ko'payib ketdi, kamayib ketdi deyish menga emas, bo'lish kerak. Va buni kerak bo'lganda tarbiyalash kerak, kerak bo'lganda o'sha hayot bitta urganda tavbasini qilib, shukrni qilib shakllantirish kerak. Erkak kishida faqat aytmoqchimanki, kerak deganda faqat topish kerak ekanini
o'sha ko'payib ketdi, ozgina o'sha moddiy narsadan tashqari beradigan narsalar ozgina kamayib ketdi. O'shaning uchun nizolar ko'paydi, shuning uchun ajrimlar ko'paydi, shuning uchun ishonmaysiz bolalarni ko'z yoshi. Chunki shuning uchun bolalar bilan ishlaganda bir marta bola bilan 2 marta ota-ona bilan ishlaymiz. Foydasi yo'q bo'lmasa. O'sha narsalar mendan tashqari boshqalar bor degan narsa bo'lishi kerak va o'sha puldan tashqari mehr bor, aql bor, hissiyot bor, qanaqadir ma'naviyat bor. Shuning uchun aytdim, psixologiya faniga ming rahmat, lekin uni yonida albatta ma'naviyat va ma'rifat ham turishi kerak ekan deb aytdim. O'sha narsalar bo'lishi kerak. Kerak bilan tashqari o'sha nafaqat erkaklarda, juda ko'pchilikda borini ko'rish yo'qolib ketdi. Bilasizmi? Bunday atrofingizga qarasangiz, nimalar yo'q, hamma narsa bor. Bu dunyo hamma narsani berib qo'ygan. Chiroyli narsani ham, aqlli narsani ham, shirin narsani ham, qadriga yetishimiz uchun achchiq narsani ham. Lekin achchig'ini ko'rsak, rahmat desak, uzr desak, bir pasda shirini ham yetib keladi. Shuni ko'ra olsak bo'ldi. Men o'zim ham ko'pincha ko'chada yursam, nimaga ko'rinmay ketdingiz deysa, men aytdimki, shu menga ham shu 3 yil kerak edi nimalardir ko'rishga, hazm qilishga. Shuning uchun ming rahmat mana. Rahmat. Bilasizmi, mana keyin mana odamlar bilan ishlagandan keyin ularga har kuni nimadir chiroyli narsalarni tushuntirgandan keyin muammolar emas, hayot chiroyli deganda keyin bir to'lqinlanib bir she'r yozadigan odatim bor edi. Va hozir bitta she'rimni o'qib bermoqchiman. Bilasizmi, hamma odamlarga bu niyatim ham rostdan hamma odamlar bu dunyoda inson baxtli bo'lish uchun kelgan, baxtli bo'lib yashash kerak. Bilasizmi, ko'nglim aytar, men baxtliman. Baxtiyor damlar ichra o'tdi umrim, quvonch bo'ldi menga yor. Baxt u qanday tuyg'u ekan, o'tkinchi yo barqaror. Kimdir unga to'yib yashar, kimdir esa unga zor. Baxtni menga tortiq qildi go'zal olam hayotim. Minnatdorman, armonim yo'q, sizga bor sadoqatim. Sizga bo'lsin baxtim, umrim, quvonchim bor hayotim. Qalbim tubi, ko'nglim siri, baxtga to'la hayotim. Kattakon rahmat sizlarga, odamlarga shu ilmni tarqatayotganinglarga, bilim berayotganinglarga, shu qanaqadir chiroyli his-tuyg'ularni tarqatayotganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat, Abdushi she'r aytib berganingiz uchun. Sog' bo'ling.